Doston akam 10 ta suti bor, 8 taga beramiz deydigan mollarni suti ko'pidan bormi deganlar uchun zakaz qilingan uchun zakazga olinib keldi. Biz bugun Farg'ona viloyati Quvvat tumani Qo'rg'oncha mahallasiga Dostonbek akamlarning xonadoniga yetib kelganmiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube ishqibozlari. Sizlar bilan ekran orqali diydorlashib ko'rishib turganimdan g'oyat xursandmiz. Aytganimdek, Quvani Qo'rg'oncha mahallasiga yetib kelganmiz. Ko'rganga pul yo'q. Kelasiz, ko'rasiz, qaysi mol yoqsa shunisini olib ketaverasiz. Ham xushchaqchaq, ham samimiy inson. Ota-onasiga rahmat deyish esdan chiqmasin, suti ko'pidan olib keling deganlar uchun zakazga bo'ldi. Xudo xolasa sut ichaman, qaymoq yeyman deydiganlarga bemalol. Bolachasi eston deydiganlarga. Bu dargohdan hech kim norozi bo'lib ketmaydi. Sizlar faqat bittadan laykni bosinglar, do'stlarga ulashinglar. Qani ketdik. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysangiz, ishonarli sinaq tomonlar Dostonbek akamda bo'ladi. Ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dostonbek aka. Sonlar yaxshimi? Zo'r o'zingchi? Zo'r aka, Rossiyadagi shu o'zimizni butun O'zbekistondagi obunachilarga salom. Salomat bo'ling. Sizlar so'ragan mollarni yig'ib olib kelishadi. Ko'rganga pul yo'q. Ko'rganga pul yo'q. Ha. Kelib ko'rib, sog'ib ketsangiz ham pul ustini beraveraman, bonus qilib olmasangiz ham. Doston aka eng qizig'i bitta zo'r joylari bor. O'zingiz olib borasiz. O'zim olib, uyga o'zim olib, sog'dirib mollar. Keyin pulini olib kelaman. Dostonbek akami qo'linglaringizga bir pela choy quyib, bitta duo qilmasa haqqiga. Sababi, Dostonbek o'g'lim 1 soat yo 2 soat oldin seni YouTube'da ko'rdim. Xudoning qudrati bilan uyimda turibsan, mehmon bo'lib desa, Xudo xolasa hamma narsa rozichilikda. Rozichilikda aka. Bir kurakchilarni bir manondan boshlayveraylik, bir boshdan kesin. Mana shunday ko'rsatamiz, keyin yetalab ketaveramiz. Bo'laveradi. Yo'qsa bir yo'la nima qilaylikmi Dostonbek aka? Bo'ldi, ko'rsatib qo'yaylik bir yo'la tishini, keyin yetaveramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Tishlari 8 kurak ekan, mana. Aka 8 kurak. 8 tak. Bo'ldi. Yo'q-ku? Bolasi o'ziga yetib turibdi. Checha qopdi aka, mashinchacha. Mashinchacha qopdi-da, bolachasi shved. Novoscha. Endi haligi o'zi quvalilar yaxshi ko'radi, marg'ilonliklar, yazyomonliklar olalardi. Qo'qonliklar ayniqsa sut ko'p bo'ladi-da. Tutaylarni qani kattaligini. Soqqa odam mazza qilib sog'adi ekanda, xudo xolasa 10 yil, 15 yil xudo xolasa sigir qilib yuradi. Bizlar aytaman, eng katta 8 ta bo'ladi. Qolgani yosh bo'ladi aka, bu qarang. Voy, jichcha ko'taring, mahvot ekan. 8 kurak ekan. Bu bo'yiga o'raveradi. Ha. Bizda yosh aka. Faqat din. 3-chi bolasi mashinlarda aka. Ha, yo'llar ochilib, sut berishiga Ishi yo'q, mayda olmaymi? kerak emas. Bu narsalar bizdan olib aka. 15 yil, 20 yil sog'ib bitsin deyin. 6 tachi. 8ni chiqaribdi. 6 ta 8ni chiqargan, yetkizmagan. Endi chiqarganda shunaqa. Lekin sut ko'p ekan, Doston aka bu safar. Hali kametga olsayapti-yu. Voy, 6 ta 6-sini endi chiqaryapti. 4 dedi 6. Ha. Bu ikkinchi bolasi ekan-da, Doston aka. Ketdik mashinadan boshlayveramiz, ha? Hali kametga olsayapti, negativlar. Arvo qoziq qabalasa qishdan chiqmaydi deya. Ha. Hamma narsa puli bor aka, puliga bog'liq bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Sizni pulingiz ko'p bo'lsa, xalq puli ozroqdir. Endi xalq o'ylab, arzonidan, chiroylidan chiqaramiz aka. ular gapiraveradi, ularga quloq solmaymiz. Negativ gapirib kelgan, o'lguncha gapiradi, qo'lidan boshqa ish kelmaydi. O'zi ustoz Sherali Jo'rayevni onasini qonida ham gapirib tushgan deydi. Chiroyliligi. Go'zalligini qarang. Voy jon. Bitta bo'zayni-chi. Bo'zayni oldiga talovni. Estonni qarang. Qop-qora ekan, chiroyli ekan, ha? Aka. Gelinlari ham qop-qora. Oq joyi. Gelinlari ham qop-qora. Estonni qarang, bolasi ham bilqillab yotibdi-yu. Doston aka baqbaqlari tumshug'ini oldigacha borgan. Chiroyligini qarang. Omali 2 qashqa ekanda, oyog'ida bo'zaydi, yo, dumida ham bor ekan, 3 qashqa ekan. Chichi doqib. Xatga berib qo'ygan buni aka. Doston aka nechta suti bor? Aka 10 ta suti bor. Xo'p, nechtaga olib? Har doimgidek. Har doim 2 ta orqasiga 6 tadan oshmayapti. Bu safar sutli bolalarda aka. Qo'yinglar ko'rsin. Ko'rsin deyin. Gap yo'q omali. 8 ta sutga aka. Ayol kishi erkak kishi kelib ko'rib, sog'ib, qaysi mol yoqsa shunisini olib ketaveradi. Endi hammani dedi har. Doston aka, bunday qilamiz. Pochinga birinchisiga. Narx bomba bo'ladi. Oxirigacha bomba bo'lsin. Bizda narxlar hamisha bomba bo'lgan. Bo'ldi. Aka, nima deysiz? Boshidagi, birinchida bolachasi Estonga.
29 million so'm aka. Dastlabkasi ichida 8 ta sutga. Ko'rdingizmi oldi? Yana o'sadi aka. Hamma yo'g'i sifati, hamma yo'g'i joyida oldi. Omali qoyil. O'ta ham maza qilib icha. Doston aka, Ku aka? xayri bormi aka? Xayri simatan aka. G'ijib ichganmi? Aytilgan baho muhim emas. Telefon qilsa, ko'ylimi topsa aka 10 millionga sotay deyman, aka. Jon, keling bitta obunachilar uchun pochinga. Dunyo so'ramayman. Aha. Ozgina so'rayman. So'rang. Qo'lingizdan aka 1 million. Molingizdan 1 million. 27 millionga nima deysiz? 2 millionmi aka? 2 million aka. Faynalroq aka. Siz bilan men katta odammiz. Obunachilar. Katta gapiramiz. Aka, 27 emas, 27,5 million aka. Bo'laveradimi? Shu berasizmi yana? Telefon qilib, ko'ylim topsa 10 millionga sotaman aka. Dastlabki sizdan-a? Dastlabkasi arg'amchisi, bolasidagi arg'amchilar ham bonusga aka. Bor baraka, duo qilib qo'yasiz. 27 million 500 mingga kami bor, kami sizlarda g'ijbich. Bor aka, bo'ldi, ham ko'rsatib qo'ying. 8 ta sutga olaversin. 8 ta sutga olaveringlar, bolachasini ham ko'ringlar. Qanaqa estonligini, chiroyligini. Mana bo'lmasa. Xudo xolasa. Boshqasi ham aka. Hozirga baylab qo'ysa bahorga chiqib oladi. Ha, gap bo'lishi mumkin emas. Bo'ladi aka. Ketdik buni ham. Doston aka bular jicha oxirida sog'ib ko'rsatamiz. Hali sog'ilmadi deydiganlarga video cho'zilib ketmasligi uchun jicha sog'ib beramiz. 27 hamda qoldik Doston aka. Yana 29. Ha, bo'ldi aka. Xudo xolasa mana yaxshi narx aytdi. To'g'risi bo'g'ozini ham o'zi 28 million aytishyapti. Seredni 28 million. Hay 27,5 million ichi ketdi emas bolasi. Bolasi yoniga tushib qo'ygan. Katta bo'lib qo'ygan, xudo xolasa maza qiladi, lekin ana boshni qarang, boshni Doston aka. Aka, sutga degan yo'nalishiga aka. Qayerdan topasiz? Bunaqa haqiqiy Doston aka. Aka, boshini jon. Addenni temika, yerga yaqin tapalaq mol, haqiqiy 4 son ekan. Haqiqiy maqtanadigan mol aka. Bu molni maqtash kerak, o'zini o'zi maqtaydi. O'zi maqtaydi, biz gaplashamiz. Voy jonivor. Bolachani ham qarang, chiroyligini, go'zalligini. Doston aka, nechta sutga endi haqiqiy sut bersin, maza qilsin? 15 ta sutga aka. Xo'p. Ikkita orqasiga 13 taga. Xo'p, ana. 15 ta sutga Ana obunachilar nardan ikkita kam aytadi. 8 ta sog'ishib olyapti. Men 8 ta, ikkita 6 ta berganman. Gap yo'q. 15 taga aka, 13 ta sog'ib olsin. Buni ham 15 ta sog'. Doston berdi 15 ta sut berdi, sizlar aka. Men ham Doston bedaqa baqaman ekan deb qo'ysa, agar Doston akamdan yaxshi baxsiz, bu ko'p ham beradi. Faqat hamma narsa oxiriga qarab. To'pa-to'p. Doston aka, soqqon odam, olgan odam maza qilsin, baraka topsin molingizda aka. Mo'ni qarang. Voy jonivor, taydi qarang. Endi qara. Baraka top. Bolachasi Xonajin. ko'paysin. Hali kimliklari ham tushmabdi, Doston aka. Bolasi ham yangi aka. Oma qo'yil. Yana chasolar chiqib olsa, 20 tagacha sut beradi mashimol. Xudo xolasa hali Kichkina demaymiz, ko'taveramiz sizni degan mashimol. mashimol bo'ladi. Doston aka, shikalan joyi keldik. Shikalat joy. Narxi ham shikalat aka. Yo'q, Ayshani o'ray aka. pul o'zi bilan ketar ekanda, darvozadan kirib kelganda, o'ng cho'ntagida bo'lsa, chap cho'ntagida qayda. Aka 32 million so'm. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bor. 32 million emas. 30 million 500 ming mana Doston aka. Men kelyapman yoningizga. Hamma 1,5 dan tushirib, hammasi 1,5 tushiraverasiz shekilliga. Bugun maza qilsin. Bo'ldi aka. Xalq mazza qilsin, Sizni bizdan duo olib duo qilsin aka. To'ppa-to'g'ri. Bor Doston aka 30 million 500 mingga Bor aka uyigacha olib, molxonasiga baylab chiqib berishi bilan. ha, qoyil omali. Ana bo'lmasa, yana kami ham bor. Lekin soqqanda mol kelgan yosh. Yosh. O'ta boshni qarang, kanishtirdi qarang. Go'zalligini qarang, bolachasi ham shvet ekanda. Turishini ham qarang aka. Zar qadriga zargar yetadi deydi. Qarizi yo'q, krediti yo'q odamga o'xshab turibdi. 1 million 500 mingga kami ham bor, kamisilarda. Xayriga o'tib beradi. Hanon qarang, haqiqiy 4 son ekanda. Doston aka o'rnishda yolaversin-a buni sutini, ha? Lekin yeb to'ymaydigan mol ekan bu aka.